Egizak deganda xayolimizga birinchi bo'lib bir-biriga o'xshaydigan ikkita inson keladi. Bugun sizlar bilan noyob egizaklardan bo'lgan Milli va Kristina haqida gaplashamiz. Nimasi bilan noyob deydiganlar uchun ular Siam egizaklar toifasiga kirishgan, ya'ni birlashgan egizlar. 1851-yilda tug'ilgan Milli va Kristin Makkoylar hayotning og'ir sinovlariga juda yosh duch kelishadi. Ular atigi 10 oylik chaqaloq davrida onasidan tortib olinib sotib yuboriladi. Keyinchalik inson emas, balki hayvon sifatida sahnalarga olib chiqib tomosha qo'ydirtirishadi. Qanchalik xo'rlanishmasin, ularning ichidagi irodani hech kim yo'q qila olmaydi. Milli va Kristin maktab ko'rmagan bo'lsa ham, lekin juda ham ilmga qiziqishadi. 5 ta xalqaro tilni o'rganishadi, pianino chalish va raqsga tushishni o'rganib, keyinchalik sahnalarda qo'shiq aytishni boshlashadi. Dunyoga Carolina Twins nomi bilan mashhur bo'lgan bu ikki egizak minglab insonlarni ilhomlantiradi. Ular tana cheklov bo'lishi mumkin, lekin qalbning, ruhning imkoniyatlari cheksizligini butun dunyoga isbotlashdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bunaqa insonlar dunyoda ko'pmi? Qanaqa sharoitda tug'ilishimizdan qat'iy nazar, o'rganishning hech qachon kech bo'lmasligini shu ikki egizdan o'rgansak bo'ladi. Agar meni endi ko'rayotgan bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar.